Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ko'pchilik televizorlarda hozir YouTube ishlamay qolgan. YouTube'ni ishlatish oson yo'li bilan ishlatsa bo'ladi. Shuni hozir ko'rib chiqamiz sizlarga, o'rgatib qo'yaman. Qayerdan kirishdi? Mana App Store'ga kirib, Open Browser bor. Televizorda o'zida funksiyasi Open Browser degan narsa bor. Shuni topib olasiz. Ustiga bosasiz. O'sha brauzerga kiradi. Mana YouTube'lari bor. Xohlagan narsa YouTube'ga o'tasiz. Xohlagan narsangiz bor. Brauzerdan xohlasangiz ko'rsangiz bo'ladi. Mana misol uchun hozir brauzerga kiramiz. Sana igralari ham bor. Mana YouTube'si bor. Bemalol YouTube'ga kirsanglar bo'ladi. YouTube hamma narsasini ochib beradi. Bemalol narsalaringizni ko'rib, tomosha qilsanglar bo'ladi YouTube'da. Mana o'sha chiqdi. Mana kompyuterning shaklida bo'lib chiqadi. Mana bosasizlar. Xudo xolisi qo'yinglar. Xohlagan narsanglarni tomosha qilib ko'rib o'tirsanglar bo'ladi YouTube'da. Mening televizorimda YouTube ko'rilmayapti deya olmaysizlar. Mana YouTube'imiz ishladi. Internet biroz pastligi uchun sal ishlash qiyinlashyapti, lekin chotki ishlaydi, sizlarda internet jo'ri bo'lsin.